Bugun men sizlarga juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Prezidentning yangi yordami, yangi to'lovlar tizimi va odamlar orasida xuddi AQShdagidek pul berilarkan degan gaplar nimani anglatadi? Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli bo'lishi mumkin. Kimdir pul oladi, kimdir ariza topshirishi kerak, kimdir esa noto'g'ri tushunib, o'z haqidan bexabar qolishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bu yerda oddiy gap emas. Amalda pulingizga, oilangiz budjetiga, farzandlaringiz va ota-onangizga tegishli masalani tushuntiryapman. Avvallari yordam masalasida eng katta muammo nimada edi? Odamlar ko'p hollarda qayerga borishni bilmasdi. Kimdir mahallaga borardi, kimdir hokimiyatga borardi, kimdir bankka borardi, kimdir ijtimoiy himoya bo'limiga borardi. Natijada odam bitta yordam olish uchun bir nechta eshikni taqillatardi. Yana bir muammo, ayrim oilalar haqiqatan ham qiynalayotgan bo'lsa, ham hujjat to'plash, navbat kutish, ro'yxatga tushish jarayonida charchab qolardi. Ba'zan esa kimdir yordamga muhtoj emas, lekin tanish bilish orqali ro'yxatga kirib qolgan holatlar ham odamlar orasida e'tiroz tug'dirardi. Endi esa asosiy o'zgarish shundaki, yordam imkon qadar aniqroq, maqsadliroq va raqamli tizim orqali berilishi ko'zda tutilmoqda. Ya'ni davlat hammani bir xil ko'rib, hammaga bir xil pul tarqataman demayapti. Aksincha, oilaning haqiqiy daromadi, tarkibi, bolalari, nogironligi bor a'zolari, ishsizlik holati, uy-joy sharoiti, kommunal xarajatlari, kadastr va boshqa ma'lumotlar asosida kimga qancha yordam kerakligini aniqlashga harakat qilyapti. O'zbekiston ham AQShdagidek pul beradimi? Degan savolga men ekspert sifatida shunday javob beraman. Mazmun jihatidan o'xshash tomoni bor. Ya'ni pul bevosita odamning hisobiga yoki kartasiga tushadi. AQShda pandemiya davrida stimulus chek, ya'ni fuqarolarga to'g'ridan to'g'ri to'lovlar bo'lgan edi. Bizda ham shunga o'xshab ayrim toifalarga naqd yoki plastik karta orqali bank hisobiga, ijtimoiy karta orqali yoki subsidiya shaklida yordam berish mexanizmlari kuchaymoqda. Lekin farqi shundaki, bizda bu hamma fuqaroga avtomatik beriladigan umumiy chek emas. Ko'proq ehtiyojmand, kam daromadli, farzandli, nogironligi bor, ishsiz yoki ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarga yo'naltirilgan yordamdir. Men birinchi navbatda sizlarga eng muhim narsani aytaman. Bunday yordamlar odatda 3 xil shaklda bo'ladi. Birinchisi to'g'ridan to'g'ri pul to'lovi. Masalan, bola puli, moddiy yordam, bir martalik yordam. Nogironligi bo'lgan shaxsga yoki parvarish qiluvchiga beriladigan to'lovlar. Ikkinchisi xarajatni qoplab berish. Masalan, kommunal to'lov, ijara, davolanish, ta'lim, kasb, hunar o'rganish yoki uy-joy bo'yicha subsidiya. Uchinchi shakl esa imtiyoz yoki xizmat. Masalan, bepul dori, bepul reabilitatsiya, kasbga o'qitish, ishga joylashtirish, bolalar bog'chasi yoki maktab xarajatlarida yengillik. Odamlar ko'pincha faqat pul beriladimi deb so'raydi. Lekin davlat yordamini faqat qo'lga tushadigan pul deb tushunish xato. Ba'zan odam 500 ming so'm pul olmasligi mumkin, lekin farzandining bog'cha to'lovi kamayadi, kommunal uchun kompensatsiya oladi, davolanish uchun yo'llanma oladi yoki kasb kursiga bepul yuboriladi. Bu ham pulning o'zi. Chunki siz o'sha xarajatni o'z cho'ntagingizdan qilmayapsiz. Oldingi tizimda ko'p narsa qog'ozga, mahalla tavsiyasiga va joylardagi komissiya qaroriga bog'liq edi. Bu mutlaqo yomon degani emas, chunki mahalla oilaning real ahvolini ko'radi. Lekin faqat inson omiliga tayanish xavfli. Kimdir uyatchan bo'lib yordam so'ramaydi. Kimdir o'z holatini tushuntira olmaydi. Kimdir esa jarayonni bilmagani uchun muddatni o'tkazib yuboradi. Yangi yondashuvda esa ma'lumotlar bazalari orqali oilaning ahvoli tekshiriladi. Masalan, oilada necha kishi yashaydi? Rasmiy daromad bormi? Pensiya oladimi? Avtomobil bormi? Ko'chmas mulk bormi? Bolalar soni nechta? Nogironlik mavjudmi? Rasmiy ish joyi bormi? Aliment to'lanadimi yoki yo'qmi? Bu ma'lumotlar bir joyga jamlansa, yordam adolatliroq taqsimlanadi. Lekin shu yerda juda muhim nuqta bor. Tizim raqamli bo'lsa ham xato bo'lishi mumkin. Masalan, sizning nomingizda eski mashina bor, lekin u yillardan beri yurmaydi. Yoki kadastrda sizga tegishli bo'lgan uy ko'rinadi, lekin aslida u yerda boshqa qarindoshlar yashaydi. Yoki siz rasmiy ishdan chiqqansiz, lekin ma'lumotlar bazasida hali ham ishchi sifatida ko'rinishingiz mumkin. Mana shunday holatlarda odam menga yordam berishmadi deb o'tirib qolmasligi kerak. Hujjat bilan tushuntirish, ariza berish, ma'lumotni yangilatish kerak. Birinchi navbatda kam daromadli oilalar e'tiborli bo'lishi kerak. Masalan, oilada 5 kishi bor. Ota, ona va 3 farzand. Ota vaqtincha ishlamayapti, ona uyda kichik bolaga qaraydi.
Uyga kiradigan daromad oyiga 20 million so'm bo'lsa, bu oila oziq-ovqat, kommunal kiyim-kechak, maktab xarajatlariga yetkazishda qiynaladi. Bunday oila albatta mahallaga, inson ijtimoiy xizmatlar markaziga yoki tegishli ijtimoiy himoya organiga murojaat qilishi kerak. Ular biz kambag'almiz deb uyalmasligi kerak. Bu yordam sadaqa emas, qonuniy ijtimoiy himoya mexanizmi. Ikkinchi toifa, bolali oilalar. Ayniqsa, burdir yoshgacha farzandlari bor. Daromadi past oilalar bola puli yoki oilaviy nafaqa bo'yicha tekshirish kerak. Misol uchun, oilada 2 nafar kichik bola bor. Ota qurilishda mavsumiy ishlaydi, ona ishlamaydi. Bir oy daromad bo'ladi, bir oy bo'lmaydi. Bunday holatda rasmiy daromad kam ko'rinishi mumkin, lekin oilaning haqiqiy xarajatlari juda katta. Bolaning kiyimi, dori-darmoni, maktabgacha ta'lim, oziq-ovqat, bular hammasi pul. Shu sababli ariza topshirish muhim. 3-toifa nogironligi bo'lgan shaxslar va ularning oilalari. Bu yerda yordam faqat pensiya yoki nafaqa bilan tugamaydi. Parvarish, dori-darmon, reabilitatsiya vositalari, protez ortopediya buyumlari, uyga moslashtirish, ijtimoiy xodim xizmati kabi yo'nalishlar ham bor. Masalan, oilada nogironligi bo'lgan bola bo'lsa, ona ko'p hollarda ishlay olmaydi. Chunki bola doimiy parvarish talab qiladi. Demak, oila ikki tomondan zarar ko'radi. Xarajat ko'p, daromad kam. Bunday oilalar yangi yordam mexanizmlarini juda diqqat bilan kuzatishi kerak. 4-toifa ishsizlar, lekin bu yerda bitta nozik masala bor. Davlat shunchaki men ishlamayman degan har bir odamga pul tarqatmaydi. Odatda odam bandlik organlarida ro'yxatdan o'tishi, ish qidirayotganini ko'rsatishi, taklif qilingan ish yoki kasbga o'qitish imkoniyatlarini ko'rib chiqish kerak. Masalan, 28 yoshli yigit ishini yo'qotdi. Agar u uyda o'tirib, menga yordam beringlar desa, natija bo'lmasligi mumkin. Lekin bandlik bo'limiga borib ro'yxatdan o'tsa, kasb kursiga yozilsa, vaqtinchalik jamoat ishiga chiqsa yoki subsidiya asosida asbob-uskunalar olish imkoniyatini so'rasa, bu boshqa masala. 5-toifa yolg'iz keksalar. Farzandlari uzoqda doimiy qarovchisi yo'q. Pensiyasi dori-darmonga ketadigan odamlar ham ijtimoiy himoyadan foydalanishi kerak. Ko'p keksalar men hech kimdan yordam so'ramayman deb yashaydi. Lekin men doim aytaman, davlatning ijtimoiy xizmati bor ekan, undan foydalanish uyat emas. Ayniqsa dori, oziq-ovqat, uyga ijtimoiy xodim kelishi, reabilitatsiya. Sanatoriy yo'llanmasi kabi imkoniyatlar bo'lsa, albatta tekshirish kerak. Agar sizning oilangizda doimiy rasmiy daromad yuqori bo'lsa, bir nechta uy-joy, yangi avtomobil, barqaror biznes, boshqa mol-mulk bo'lsa, ehtimol siz maqsadli yordam ro'yxatiga kirmaysiz. Bu tabiiy. Chunki ijtimoiy yordamning maqsadi hamma boyib ketish emas, eng ko'p qiynalayotgan qatlam yiqilib tushmasligi, bolalar och qolmasligi, nogironligi bor odam e'tiborsiz qolmasligi, ishsiz odam qayta oyoqqa turishi uchun ko'mak berishdir. Lekin hatto o'rtacha daromadli oilalar ham ayrim holatlarda yordam olishi mumkin. Masalan, oilada birdaniga og'ir kasallik chiqdi. Jarrohlik amaliyoti kerak bo'ldi. Uy yonib ketdi. Boquvchi vafot etdi yoki favqulodda holat yuz berdi. Bunday vaziyatda oila oldin yaxshi yashagan bo'lsa ham, vaqtinchalik yordamga muhtoj bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun mening nomimda uy bor. Menga hech narsa berilmaydi deb oldindan xulosa qilmang. Holatga qarab favqulodda moddiy yordam, davolanish uchun yordam yoki boshqa ko'mak bo'lishi mumkin. Birinchi misol. Gulbahor opa 36 yoshda. 3 farzandi bor. Turmush o'rtog'i Rossiyaga ishlashga ketgan, lekin oxirgi oylarda pul yubora olmayapti. Gulbahor opa rasmiy ishlamaydi, kichik bolasi 2 yoshda. Oilaning doimiy daromadi yo'q. Bunday holatda u mahalladagi mas'ullarga murojaat qilib, oilaviy nafaqa yoki bola puli bo'yicha ariza berish kerak. Arizada turmush o'rtog'ining vaqtincha daromadsizligi, bolalar soni, yashash sharoiti ko'rsatiladi. Agar tizim oilani kam ta'minlangan deb tan olsa, to'lovlar kartaga tushishi mumkin. Bu pul katta boylik emas, lekin oziq-ovqat, dori, maktab xarajatlarida yengillik beradi. Ikkinchi misol. Sardor aka 5 yoshda zavodda ishlagan, lekin korxona qisqarishga tushgan. U 2 oy ishsiz yurdi. Agar Sardor aka hech qayerga murojaat qilmasa, davlat uni avtomatik topib pul berib yuboradi deb o'ylamaslik kerak. U bandlikka borishi, ishsiz sifatida ro'yxatdan o'tishi, mehnat daftarchasi yoki elektron mehnat tarixini ko'rsatishi, pasport yoki ID karta, diplom, kasbiga oid hujjatlarni olib borish kerak. Shunda unga ish taklif qilinadi. Kasbga qayta o'qitish berilishi mumkin yoki ayrim holatda ishsizlik nafaqasi masalasi ko'rib chiqiladi. Uchinchi misol. Dilnoza va Akmalning oilasida nogironligi bo'lgan farzand bor. Oila har oy dori-darmonga 70 ming so'm.
reabilitatsiyaga yana 50 ming so'm sarflaydi. Akmalning oyligi 3 million so'm bo'lsa ham, bu oila amalda qiynaladi. Chunki oddiy oiladagi xarajat bilan nogironligi bo'lgan, bolani parvarish qilayotgan oilaning xarajati bir xil emas. Ular nogironlik hujjatlari, tibbiy xulosa, bolaning tug'ilganlik guvohnomasi, ota-onaning ID kartasi bilan ijtimoiy xizmat markaziga murojaat qilish kerak. U yerda nafaqa, reabilitatsiya vositalari, davolanish yo'llanmasi, ijtimoiy xodim yoki boshqa yordamlar bo'yicha maslahat olish mumkin. 4-misol. Bir pensioner onaxon oyga pensiya oladi, lekin uning 6% do'riga ketadi. Uyda yolg'iz yashaydi. Bunday odam ko'pincha ro'yxatlarga tushmay qoladi. Chunki u shikoyat qilmaydi, telefon qilmaydi, mahallaga bormaydi. Qo'shnilar, qarindoshlar, mahalla faollari bunday insonlarni e'tibordan chetda qoldirmasligi kerak. Chunki yangi tizimning eng muhim maqsadlaridan biri yordamga muhtoj odamning o'zi yugurib yurmasdan unga xizmat yaqinlashishi hisoblanadi. Endi eng ko'p xato qilinadigan joylarni tushuntiraman. Birinchi xato, hamma pul olarkan degan gapga ishonish. Yo'q, hamma emas. To'lovlar odatda mezon asosida beriladi. Agar mezonga tushsangiz olasiz, tushmasangiz rad javobi bo'lishi mumkin. Bu rad javobi sizni yomon ko'rishdi degani emas. Tizim sizning oilangizni yetarli darajada muhtoj deb topmadi degani. Ikkinchi xato, norasmiy daromadni yashirish. Masalan, odam men ishlamayman deydi. Lekin har oy yaxshi daromad qiladigan savdosi bor. Agar bu aniqlansa, yordam qaytarilishi, jarima yoki boshqa huquqiy oqibatlar bo'lishi mumkin. Ijtimoiy yordamni firibgarlik yo'li bilan olish juda xavfli. Chunki bu pul aslida haqiqatan qiynalayotgan bolali oilaga, nogironligi bor odamga yoki yolg'iz keksaga tegishli bo'lishi mumkin. 3-xato, hujjatlarni yangilamaslik. Farzand tug'ildi, nikoh holati o'zgardi, ajrim bo'ldi. Ish joyi yo'qoldi. Nogironlik guruhi belgilandi, yashash manzili o'zgardi. Bularning hammasi yordamga ta'sir qiladi. Agar ma'lumot bazada eskicha qolsa, arizangiz noto'g'ri baholanishi mumkin. 4-nozik jihat, nomingizdagi mulk. Ba'zi odamlar mening nomimda eski Damas bor, shuning uchun yordam berishmayapti deydi. Ha, ayrim mezonlarda avtomobil, uy-joy, yer, biznes mavjudligi hisobga olinadi. Lekin har bir holat alohida ko'rilishi kerak. Agar mashina ishlamayotgan bo'lsa, sotilgani u rasmiylashtirilmagan bo'lsa yoki u nogironligi bo'lgan odamni olib yurish uchun zarur bo'lsa, buni hujjat bilan tushuntirish kerak. Og'zaki gap kamlik qiladi. Dalil kerak. 5-nozik jihat. Bank kartasi va hisob raqami. Yordam tasdiqlangan bo'lsa ham, karta yopiq, hisob raqami noto'g'ri, bankdagi ma'lumotlar mos emas yoki telefon raqami o'zgargan bo'lsa, pul kechikishi mumkin. Shuning uchun ariza berishdan oldin bank kartangiz ishlayotganini, SMS xabarnoma ulanganini, pasport ma'lumotlaringiz bankda yangilanganini tekshiring. 6-nozik jihat, vositachilardan ehtiyot bo'ling. Kimdir sizga menga 300 ming so'm ber, seni ro'yxatga kiritib qo'yaman desa, bu juda xavfli. Rasmiy yordam uchun pora berish ham, pora olish ham qonunga zid, ariza topshirish tartibi rasmiy va ochiq bo'lishi kerak. Siz mahalla, ijtimoiy xizmat markazi, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, davlat xizmatlari markazi yoki tegishli tashkilot orqali murojaat qilasiz. Pul evaziga garantiya beradigan odamga ishonmang. Endi siz nima qilishingiz kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, oilangiz holatini qog'ozga yozib chiqing. Oilada nechta odam bor, kim ishlaydi, kim ishlamaydi, nechta bola bor, kimda nogironlik bor, oyiga qancha daromad kiradi, qancha xarajat chiqadi. Buni oddiy daftar yoki telefoningizga yozsangiz ham bo'ladi. Chunki mutaxassis oldiga borganingizda aniq gapirsangiz, sizga yordam berish osonlashadi. Ikkinchi qadam, hujjatlarni tayyorlang. Odatda ID karta yoki pasport, bolalarning tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrim hujjati, nogironlik bo'yicha tibbiy ma'lumotnoma, pensiya yoki nafaqa hujjatlari, ish joyidan ma'lumot, ishsizlik holati bo'yicha hujjati. Bank kartasi rekvizitlari, yashash manzili bo'yicha ma'lumot kerak bo'lishi mumkin. Har bir yordam turi bo'yicha ro'yxat farq qiladi, lekin asosiy hujjatlar shular. 3-qadam. Mahallaga yoki inson ijtimoiy xizmatlar markaziga boring. Men tavsiya qilaman, borishdan oldin savollaringizni yozib oling. Masalan, oilaviy nafaqa olishim mumkinmi? Bola puli uchun qanday mezon bor? Nogiron farzandim uchun qanday xizmatlar mavjud? Ishsiz sifatida qayerda ro'yxatdan o'taman? Rad javobi bo'lsa, qayerga shikoyat qilaman? Shu savollarni aniq bersangiz, sizni u yoqdan bu yoqqa yuborish ehtimoli kamayadi. 4-qadam. Arizani yozma yoki elektron shaklda topshiring. Og'zaki aytib ketish yetarli emas.
Albatta ariza raqami, qabul qilingan sanasi yoki elektron tasdiqni saqlab qo'ying. Agar keyin siz murojaat qilmagansiz deyishsa, qo'lingizda dalil bo'ladi. 5-qadam. Javobni kuting, lekin nazorat qiling. Har bir arizaning ko'rib chiqish muddati bor. Agar muddat o'tsa, yana murojaat qiling. Telefon orqali so'rang, markazga boring, portal orqali tekshiring. O'zi bo'lar deb kutib yurish kerak emas. 6-qadam. Rad javobi olsangiz, sababini so'rang. Eng muhim masala shu. Rad javobida daromad yuqori, ma'lumot mos kelmadi, mulk mavjud, hujjat yetarli emas kabi sabab bo'lishi mumkin. Sababini bilsangiz, xatoni tuzatasiz. Masalan, bazada siz ishlayotgan bo'lib ko'rsangiz, lekin aslida ishdan bo'shagan bo'lsangiz, ish beruvchi orqali ma'lumotni yangilatish kerak. Agar hujjat yetishmasa, to'ldirib qayta topshirasiz. 7-qadam. Har qanday to'lov kelganda uni to'g'ri ishlating. Men buni alohida aytaman, chunki yordam puli oilani oyoqqa turg'azish uchun beriladi. Agar bola puli kelsa, birinchi navbatda oziq-ovqat, dori, maktab, kiyim-kechak, kommunal to'lov kabi zarur narsalarga sarflash kerak. Kredit to'lash, telefon yangilash yoki keraksiz xaridga ketkazish oilaning ahvolini o'zgartirmaydi. Yordamning maqsadi vaqtinchalik yengillik va barqarorlik. Men yana bir muhim masalani tushuntiraman. Yangi yordamlar faqat pul tarqatish bilan cheklanmasa kerak. Davlatning asosiy maqsadi odamni doimiy yordamga qaram qilib qo'yish emas, aksincha, uni daromadli qilish. Shuning uchun kasbga o'qitish, kichik biznesga subsidiya, asbob-uskuna berish, ayollar va yoshlarni ishga joylashtirish, tomorqadan foydalanish, hunarmandchilik, xizmat ko'rsatish kabi yo'nalishlar ham muhim. Masalan, bir ayol tikuvchilikni biladi, lekin mashinasi yo'q. Unga bir martalik pul berilsa, 2 oyda tugashi mumkin. Lekin tikuv mashinasi, buyurtma topish bo'yicha yordam va kichik grant berilsa, u har oy daromad topadi. Yoki bir yigit santexniklikni o'rganmoqchi. Unga 500 ming so'm yordam berishdan ko'ra, kursga yuborish va ishga ulash yaxshiroq natija beradi. Demak, siz yordam so'raganda faqat pul bering demang. Menga ish topishga yordam bering. Kasbga o'qitishga yuboring. Asbob-uskuna uchun subsidiya bormi? Oilam daromadini oshirish uchun qaysi dastur bor deb ham so'rang. Yana bir ogohlantirish, ijtimoiy tarmoqlarda mana shu havolaga kiring. Karta raqamingizni yozing degan soxta xabarlar ko'payishi mumkin. Hech qachon karta parolingizni, SMS kodni plastik kartaning orqa tarafidagi maxfiy raqamni hech kimga bermang. Rasmiy yordam uchun sizdan SMS kod so'rashmaydi. Agar kimdir Telegramda pul tushirib beraman desa, bu firibgar bo'lishi mumkin. Rasmiy ma'lumotni faqat hukumat portallari, vazirliklar, hokimlik, mahalla va ijtimoiy xizmat markazlaridan tekshiring. Agar sizning nomingizdan kimdir ariza topshirgan bo'lsa yoki kartangizdan pul yechilgan bo'lsa, darhol bankka qo'ng'iroq qiling, kartani bloklang, ichki ishlar organlariga murojaat qiling. Ijtimoiy yordam mavzusi odamlarning ishonchi va umidiga bog'liq bo'lgani uchun firibgarlar aynan shu mavzudan foydalanadi. Demak, prezidentning yangi yordami deganda eng avvalo maqsadli, raqamli, to'g'ridan-to'g'ri va adolatliroq ijtimoiy yordam tizimini tushunish kerak. Bu AQShdagidek hamma fuqaroga bir xil chek beriladi degani emas. Lekin o'xshash tomoni bor. Pul yoki yordam odamga yaqinlashadi, bank kartasiga, hisobga yoki aniq xizmat shaklida yetib boradi. Eng muhimi, kim haqli bo'lsa, o'z vaqtida murojaat qilishi, hujjatlarni to'g'rilashi va jarayonni nazorat qilishi kerak. Men sizga tavsiya qilaman. Bugunoq oilangiz holatini tekshiring. Kerakli hujjatlarni yig'ing. Mahalla yoki ijtimoiy xizmat markaziga murojaat qiling. Rad javobi bo'lsa, sababini so'rang. Va hech qachon vositachilarga pul bermang. Sizningcha bunday to'lovlar odamlarga haqiqatan yordam beradimi? Oilalarga pul berish kerakmi? Yoki ko'proq ish o'rni va kasb o'qitish kerakmi? Fikringizni izohlarda yozing. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda yordam olish tartibi, hujjatlar va rad javobidan keyin nima qilish kerakligini yana ham batafsil tushuntirib beraman.